Yillar davomida kuchli qo'rqish bo'ladi, yillar davomida rivojlanib kelsa, shu kasallik kelib chiqishi mumkin deb aytishgan. Kim sizni qo'rqitardi shuncha yil? O'zim onamlar bo'lgan. Men har derazani oldiga borganda, o'sha narsa ko'zim oldiga ko'rinaverganda, men o'laman deb o'ylaganman. Bizda hech qancha umri qolmagan, yashasa bir oycha yashaydi degan. Tinimsiz qon olardim, tromb olardim, limfobrazniy ostriy lekoz qo'yishgan. Olala. Yonimdagi o'zimni tengdoshim o'tib qolganda, o'lib qolgan. Keyin undan keyin men ham o'ylaganman, men ham o'lib qolaman baribir. Hattoki o'zimni o'ldiraman ham deganman uydagilarga. Nimaga aynan men kasal bo'laman degan narsa aylanavergan. Hech nima ko'zimga ko'rinmagan. Tuzalmasam kerak, nima qilaman, ota-onamni qiynab deganman-da. Bolani davolatishga meni qurbiyatim yetmaydi deb ajrashib ketgan. O'sha joyi o'zida azoblanib bo'ladi, qiynaladi. Sochim yo'q, maktabga bordim. Borsam hech kim meni qo'shmadi. Bu qiz bola uchun og'riqli-da. Keyin parik taqib borganman maktabga. Xuddi kasal yuqumli deb qo'shmasdi bolalarini. Shu narsadan ko'nglim og'rirdi. Keyin kelajakda ham mana shu narsa tamg'a bo'lib qoladi deb o'ylardim men. Onalar yerda yotib yurardi. Yerda yotib, shu inson tuzalishi uchun harakat qilyapti degan narsa bo'lganda miyamda. Hovlida yashayotganlar juda ko'p. Telefon tutish, quyoshga chiqish mumkin emas-da. Даже konditsioner, ventilyator ham mumkin emas. Men больницаga bordim, ko'plab bunaqa telefonini berib qo'ygan. U nurlanish, kimyoterapiya oladimi odam? Olgandan keyin nurlanish bo'ladi. O'zi nurlanishdan ham kelib chiqadi deyshadi-da shu kasallikni. Tromba topish qiyin bo'lgan, qon topish qiyin bo'lgan. Kasal bo'lib tuzalgan bo'lsam, shu paytgacha 2 marta qon topshirdim. Puli yo'q odamlar tuzalib keta oladimi bu kasallikdan? Yo'q.